Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda kasrlarni ko'paytirishni o'rganamiz. Demak, kasrlarni qanday qilib ko'paytiramiz? Birinchi, kasrimiz berildi. 3/4 ko'paytirilgan 5/7. Bitta kasrimizni ko'paytirishimiz kerak. Bu kasrlarni ko'paytirish uchun ularga makhraj berilmaydi. Surat suratiga, makhrajiga ko'paytiriladi. 3 ni 5 ga ko'paytiramiz. 15, 4 ni 7 ga ko'paytiramiz. 28 bo'lar ekan. Yoki 2/1/3 ni ko'paytirmoqchimiz 3/1/2 ga. Qanday qilib ko'paytiramiz? 2 ni 3 ga ko'paytiramiz. Bu aralash sonlardan noto'g'ri kasrga o'tamiz. 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6, 1 ni qo'shamiz 7/3. Ko'paytirilgan 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. 6, 1 ni qo'shamiz 7/2. Ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak 49/6 bo'lar ekan. Va masalan 5 ni ko'paytirmoqchimiz 3/7 ga. Qanday qilib ko'paytiramiz? 5 buni makhrajda 1 bor deb tushunsak bo'ladi. 5/1 bor deb tushunsak bo'ladi. 5 ni 7 ga ko'paytiramiz. 5 ni 3 ga ko'paytiramiz. 15, 1 ni 7 ga ko'paytiramiz. 7. Ikkinchi holat. Xo'sh, 10/7 ko'paytirilgan 3/8 bo'lsa, kasrlar ko'paytirilayotganda, xo'sh, diagonal ravishda qisqaradi. Ya'ni qaychi usulida deymiz, diagonal ravishda qisqaradi. 10 bilan 8 ni qisqartiramiz. 10 bilan 8 ni qisqartiradigan bo'lsak, 2 ga qisqartiramiz albatta. Xo'sh, bunda 5 qolsin, bunda 4 qolsin. 5 bilan o'shini ko'paytiramiz. 15, 7 bilan 4 ni ko'paytiramiz. 28 bo'lar ekan. Yoki 21/10 ko'paytirilgan, xo'sh, 15/14 bo'lsin. Xo'sh, bu yerda bu ifodamiz, ya'ni mana bunaqa qaychi usulda diagonal ravishda qisqaradi. Ikkalasini 5 ga qisqartirib yuborsak 2 qoladi. Buni ham 5 ga qisqartiradigan bo'lsak 3 qoladi. Xo'sh, bu ikkalasini 7 ga qisqartirib yuborsak bo'ladi. 7 ga qisqartiradigan bo'lsak, bunda 3 qoladi. Buni 7 ga qisqartirganimizda 2 qolar ekan. 3 bilan shuni ko'paytiramiz 9, 2 bilan 2 ni ko'paytiramiz 4. Xo'sh, mana shunaqangi misollarni, yechish usullarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.